Mani bu videoyim hech narsaga aql etmasdan turib, lekin o'zicha tenner qilib yuradigan, arzonini qidirib yuradigan odamlarga tegishli. Mana men tushuntirib beraman, qaranglar. 180 ga 280 eshik. Termos 85 da hisoblangan mana, kvadratini ko'ringlar. 504, 21.300. Xuddi shu razmer mana 180 ga 280, bu ham mana termos 85, 24.600.000. 504 million kvadrat mana ko'raveringlar. Ikkalasini razmeri bir xil, ko'rinishi bir xil, absolyutni. Keladi deymanga, mana shu razmerni aytadi. Misol uchun termos 85 da hisoblab bering, 180. Hop, unga nima aksessuar ishlatilingan, hamma ma'lumotlar bo'lish kerak uni, qanaqa oyna qo'ygan, u narsalarni tushunmaydi. Yoki hisoblab bering deydi. Men hisoblayman, yaxshi narsa unga hisoblab beraman, meniki qimmat chiqadi, sizda qimmat ekan chiqib ketadi. Vaholanki mana bu yerda hamma danilari bor. Nima aksessuar ishlatilyapti, qanaqa oyna ishlatilyapti, hamma danning bu yog'ida yozilgan bo'ladi. Mana buniki ham bu yoq tarafida mana. Bu uje qimmat segmentda hisoblangan narx, shuning uchun bu qimmat chiqyapti. Uje mana 3 million razlitsa beryapti, ko'rasizlar. Bitta eshik, bitta narsada aksessuar 3 million oynadi. Endi tasavvur qilinglar, seli uchastkada bu nechta pul razlitsa beradi. Dishovka narsada hisoblasa boshqa, normalniy narsada hisoblasa boshqa narsa. Iltimos tenderchilar, ozgina tushunib olinglar, nimani hisoblatayotganinglarni, aksessuarigacha o'rganib olinglar, keyin kelib tender qilinglar. Mana shu narsa bilan keling, mana shu joyi bilan sizlarga hisob-kitob qilib beraman. Ana o'shanda halol tender bo'ladi. Böyle razmeri kelib aytadi, sizda qimmat ekan. Men ham dishovka narsa qilib beraman, lekin o'zimga ravo ko'rmagan narsamni birovga ham tavsiya bergim kelmaydi. Sog' salomat bo'linglar, tenderchilar.